Assalomu alaykum do'stlar, mana 25-may, xudo xohlasa mashina bozoridan obzor bo'lyapti. Matizlar obzor bo'ladi bugun. Ana shu yerdagi Matizlarni zo'r-zo'rlarini tanlab, xudo xohlasa qo'yib boramiz. Kuzatinglar. Matizdan boshlaymiz. 2004-yil ekan. Kraskalar holatlari bir 30% kraska holatlari bor ekan. Orqa tayinrovkacha qilingan, balon holatlari hali yaxshi yurib beradi deyapti. Tak, mana bagaj qismini ko'ramiz. Propan. Tak, ichkarigi holatlari. Qarashingiz mumkin, chexol poliklarni 2004 yurgani 175 mingta yurgan ekan. Aka sizdan ha? Bu propan ha? Propan tablet. Benzinda ham bemalol yuradimi? Ishlari yo'qmi? Halol. Necha pul deyapsiz? 2400 deyamiz, kelishamiz. Necha pul tushib berasan? Halol masalan oladigan odam bo'lsa. 2200. 2200. 2200 ha? 2200 deyaptilar. Shaharniki ham bu mashina. Taylovniki. Taylovni variant naqd pul 2200 bo'lsa beraverasiz. Generalni chiqarasiz ha? Ha, iloji boricha. Nomeringiz? 93lik 93lik 665 665 87 66. 87 66 nomer telefonlarga telefon qilib mana shu Matizchani olishingiz mumkin. Mana 2011-yil Matiz so'raganlarga yaxshisidan kraska holatlari bitta bor ekan piyoda. Mana tarafida. Qolgan joylari toza deyishyapti. Mana balon holatlarini qarashingiz mumkin. Yaxshi holatda. Tayinrovkalarda ruxsat bor deyishyapti. Faqat benzinda yurgan ekan. Mana eshik ochib yopilishi ham qarang. Sveji holatda. İçeri qismlari, chexol poliklar yaxshi holatda. Mana ballar zo'rdan o'rnatib qo'yishibdi nimasidan. Ichaklarni. Tak 95 mingta dedingiz a? 95 mingta yurgan ekan. Holati yaxshi. Aka bu shaharnikimi mashina? O'sha shaharda yurgan mashina. Shaharda yurgan a? Azob chekmagan yaxshi holat. Shaharda bitib bergan mashina. Ha, vidni bergan. Zo'rga o'xshabdi bu. Bahosi necha pul? 4,5 so'rayapmiz. Kelishtirib beramiz, chiroyli qilib beramiz narxini. Ya'ni chiroyli qilib berasiz ha? Hozir tushirib. Aha, nomeringiz? 90lik 90lik 477 477 37 37 nomer telefonlarga telefon qilasiz. Mana shaharda yurgan, vidni bergan mashinani olishingiz mumkin. Mana Matizchani bir e'tibor beringlar, toza ekan. 2009 deyishyapti. 20% kraska holatlari bor ekan. Qolgan joylari mana ko'rasizlar. Akkuratni qilingan. Vidlari yaxshi ekan. Yomon emas. Tayinrovkacha qilingan, ruxsat bor deyishyapti. Mana ichkari holatlari. Chexol poliklari yomon emas. 214 mingta yurgan ekan. Aka bu propan metan. Benzinda. Faqat benzinda yurgan ha? Azob chekmagan mashinami? Hamma joy ishlaydimi? Hamma joy ishlaydi. Ha. Motor hadovoy joyda. Qayerniki dedingiz mashina? O'zimiz mashina. Samarqand mashina. Samarqandda yurgan mashina. Xo'p, necha pul? 3000 akajon. 3000 variant. Bo'laveradi, kelishaveradi. Necha pul tushib berasiz endi men oladigan odam desa? Savdolashmasa. Podpiskalaringizga o't beramiz akajon. Savdolashmayman aka, shunday birdan beraman desa, hech bo'lmasa. Oxirgi Oxiri siz podpiskalar uchun 2800 2800 bo'ladi. Generalni chiqarasiz. chiqaveradi. Nomeringiz? Nomerimiz 91lik 91lik 535 90 90 95 nomer telefonlarga telefon qilib mana shu Matizchani olishingiz mumkin. Do'stlar, mana bu 2011-yil Matizga e'tibor beringlar. Sariqcha qaymoq rangda ekan. Kraska bitta bor ekan. Bir 15-20% kraskasi bor deyishyapti. Ichkarigi holatlari mana ko'rishingiz mumkin. Shu holatda kolonkani yaxshi o'rnatib qo'yishibdi. Aka yurgan nechta? 118 yurgan. 168 ta yurgan. Balon holatida mana karmetal. Holati ham umuman yaxshi ekan. Metanda yuradi. Video navigatsiya bormi? Video registratorlar. Ha, bor. Kraska necha foizingiz bor? Kraska 30-40% bor. Halol, ha, o'zi. Ha. Yana tekshirtirib ko'rsatib oladilar. Xo'p. Necha pul deyapsiz akajon? 3400 kelishtirmayapsiz.
savdosi bor. Agar masalan oladigan inson bo'lsa, yana necha pul примерно tushib berasiz? 3200 ga qilib beramiz. Oxirina 2200 ga taqiladi. Variant bor. Qayerdan mashina bu? Samarqand. Toshkentlik aka, mashina o'zim katta Qo'rg'ondan. Generalni chiqarasiz? Generaliga chiqadi. Xo'p, nomeringiz 50lik 50lik 100 100 40 40 32. 32 nomer telefonlarga telefon qilib mana shu mashinani olishingiz mumkin. Siz mana bu matizga e'tibor beringlar. Chiroyli holatda ekan. Eksport uchun chiqarilgan mashin. O'zi 2014 ekan, lekin 2016 dan qaytgan mashin deyishyapti. Holati yaxshi. Shu 2016 hisoblanadi. Tak, benzinda yurgan. Kraska holatlari orqa kriloda, pitno. Yo'q, bagajda. Bagajda bitta pitno bor ekan. Qolgan joyi toza deyishadi. Karmita ballonlari, tonirovka ruxsat bor. Ichkari holatlar toza deyishyapti. Qani qaraymiz. Chixol, polik, normal holati, toza haqiqatan akkuratni qilingan, bir kruг yurgan ekan. 114 mingta. Ichkari holatlari toza, yomon emas. Aka, sizdan xudo xolsa. Qayerda yurgan mashina? Bulong'ur. Bulong'urniki. Nech pul? Taqalganmi yo tushib berasizmi? Kelishamiz. Oladigan odam bo'lsa 200 tushib berasizmi? Kelishamiz. 3800 larga bitadimi endi? Yo'q. Telefon qilib Qo'shsa bitta. Ha? Variantchi? variantim bo'ladi. Variant ham bo'ladi, avtokredit bo'ladi. Xolos. Generalni chiqarasiz. Firmaning nomida shunday putyovka bilan aytaveradi. Ya, bo'ldi. Bo'lmasa nomeringizni aytasiz? 94lik 94lik 477 477 02 26. 02 26 nomer telefonlarga telefon qilib mana shu yerdan Matizchani olishingiz mumkin. Mana yili yangiroq Matiz so'raganlarga 2017 Matiz qarashingiz mumkin. Holati yaxshi, balon holati. Charm qov balonda, yaxshi holatda. Kraska holati bitta mana kriloda pitnocha bor ekan, qolgan joylari toza. Tekshirib olasizlar, oq rangda. Tak. Ko'rishingiz mumkin. Ichkari holat tonirovka bor o'qida. Chiqib, poliklar qilingan ekan. 189 mingta yurgan. Tak, metanda и benzinda yurib beradi. Ruli gidravlika ekan. Holati yaxshi. Shaharda yurgan mashina deyishyapti. Aka, sizdanmi? Ha. Metan deysiz-a? Metan benzinda problema yo'qmi? Benzin asosman. Hamma joyi toza. Ha. O'ziniki? Ha. Qay, nech pul? 3,5 aka. Taqalgan joyi 3,5. Taqalganimni tushib beramiz. 3,5 tamom. Lekin yili yaxshi ekanda 2017 ha. Yangi balon. To'rtta yangi balonlar, gidravlika. Nima xarajatlar yo'q Yo'q, bo'lmasa. yo'q, baxshi. Aha, variant yo'q, naqd. Naqd. 3,5. Aha, generalni chiqarasiz. Ha. Nomeringiz? 95lik 95lik 633 633 26 26 22. 22 nomer telefonlarga telefon qilib, mana shu yangi holat Matizchani olishingiz mumkin. Do'stlar, mana 2011 Matiz Lux Nobel konditsioner qarashingiz mumkin. Qaysi holatlar bir 20% qaysi holatlar bor. Yani tekshirib olasizlar. Balon holatlari yomon emas. Yangi balon o'rnatib qo'ydim. Xarajatlari yo'q. Xo'polik yangi qilib qo'ygan ekan. Tak. Mana holatlarni qarashingiz mumkin. Yurgani 267 mingta yurgan. Halo ha? To'g'ri, 267 mingta yurgan. Qayerda yurgan? Kattaqo'rg'on. Kattaqo'rg'onniki metan, propan. Metanda. Metan benzinda ham avtoga yurib beradi. Benzinda ham yuradi. Zakon ya. Motor qilingan, motor hadoviy polni 1 oy oldin qilingan. O'zimda qilinganman, observatormasman. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Narxi? Narxi 2700 debman. Endi chiroyli qilib bering. 2,5 larga bitadimi? Xudo xolsa. Obunachilaringizdan kelsa, telefon qilsan 2,5 Berasan, kelishtirib beraman. 2,5 ga beraman deyaptilar. Bo'lmasa nima, variant-variantlar yo'q, naqd. Naqd aka. Pul kerakli uchun pul yengilda buni. Pul yengil, ha. Shu uchun pul kerakli uchun. Ha. Nomeringiz? 50lik 50lik 581 581 67 67 77. 77 nomer telefonlarga telefon qilib, mana shu Matizchani olishingiz mumkin. Do'stlar, mana Matizchani e'tibor beramiz. 2009 ekan yili. Kraska holatlari bo'lgan. Konseptda asli chiqib yorishgan. Bunda holatlarga e'tibor bermaysizlar. Puli yengil, yaxshi holatda. Puli propanda yuradi, benzinda yurib beradi. Asosiysi metan emas. Metan qimmatlashib bilasiz, propan. Yurgani 214 mingta yurgan ekan mana ichkarigi holatlarni qarashingiz mumkin. Mashina amak haydaganlar. Birinchi qo'm mashina o'zlariniki. Alo.
Aka tak shaharda yurgan. Ha, shaharda yurgan. Nechi pul? 2000 deyapmiz. Biroz kelishsang endi. Ha, kelishamiz. подписчикларga. Ha, keling kelsa kelishamiz. Puli yengilroq qilaylik. 1800 dagi bitadimi? Xudo xolasa. Ha, bitish kerak, ha, Xudo xo'p. xolasa. Aha. Tak, generalni chiqarasizlar. Chiqaramiz. Hay, nomeringiz 99 596 99 596 22 22 69. 69 nomer telefonlarga telefon qilib, mana shu Matizchani olishingiz mumkin. Do'stlar, mana 2013 Matiz so'raganlarga oq rangida holati yaxshi deyishyapti. Navro'chalar qilingan. Tak, ikkita joyda kraskasi bor ekan, pitnochalar. Orqa kriloda bitta eshikda. Orqa tarafga qilingan ekan. Holatlarini qarashingiz mumkin. Pult, konditsioner, tak. 190 mingta. Ha, 190 mingta yurgan, ha, halol. Metan gazi bor, konditsioner bor. Navro'cha pult qilib qo'yishgan ekan. Tak, metan gazda и benzinda. Ham metan ham benzin. Benzin asos nimalarda ishlaydi? Yo'q, hammasi chotka. Qattiqqo'rg'on mashina deysiz, Ha. ha? Hozir. Daverni ham bo'ladi general. Generalni chiqaryapsiz. Ha, to'rttani yangi balon. Balonlar holati yangi ekan haqiqatan. Agar nechi pul? Oxirgi narxini aytaman. Birdan savdolashmasin, sizning ham vaqtingiz olmasin. 3,5 ming shunday bersa, olib ketsin, ha, savdolashmasin. Bekibga ham berib yuboraman. Vikipga ham qolsa berasiz. Xo'p, nomeringizni bitta aytib o'rasiz. 93lik. 93lik 835 835 72 77. 72 72 Yana bitta nomerim. nomer. Aha, yana 99lik. 99lik 011 011 72 77. 72 77 nomer telefonlarga telefon qilib, mana shu Matizchani olishingiz mumkin. Holati zo'r. Do'stlar, mana 2006 Matiz so'raganlarga oq rangida konditsionerli, tak. Orqa tonirovka, balonlar holati zo'r. Poli qilingan. Aytib o'tdim, konditsionerlar 4 kurib yurgan ekan. Holatlari yaxshi, o'zini mashina ishlari yo'q deyishyapti. Aka, bu qayerda boshlaydi? Samarqand qayerda? Samarqand shahrida yurgan? Samarqand shahar. Aha, ishlari yo'qmi? Yo'q. Kraska holatlari kapot sepilgan polni, Tepilgan ikkita kirlochada petno bor. tekirlashi, pitno bor. Ha. Miniladi hozir. Propan metan? Metan. Benzin ham yuradi. Benzinda ham yuradi. Narxi? Narxi 3000 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Oxirida savdolashmasan, o'zidan telefon qilsa olsin. 2800 larga beraman. 2800 ga berasiz. Nomeringiz 90lik 90lik 503 503 32 55. 32 55 nomer telefonlarga telefon qilsangiz, mana shu Matizchani olishingiz mumkin. Mana moshinani ko'rib turibsiz. Hammasi arzon issiqda. Sotilmayapti deyishyapti, lekin mashinalarni ko'p. Sotilmayapti. Shu yerda mana avtomat korobka bor ekan, lekin egasini topa olmayapman. Avtomat korobka. Egasi kim bo'lishi kerak buni? Topadim lekin egasi.